Qizingizni baxtsiz qilmaslik uchun 8 qoida. 1. Unga his-tuyg'ularini aytishiga imkon bering. Ularni inkor qilmang, uyaltirmang yoki tuzatishga urinmang. 2. Onasini yaxshi ko'ring. Sizning munosabatingiz uning hayotida ayolga qanday munosabatda bo'lish kerakligi haqidagi tasavvurni shakllantiradi. 3. Qiz uchun otaning ahamiyatini hech qachon kam baholamang. 4. Har doim unga "sen yetarlisan" deb ayting. U o'zini yetarli emasdek his qilishiga sabab bo'luvchi dunyoga qarshi kurashadi. 5. U e'tiboringizni xohlaganda unga e'tibor qarating. U hech qachon otasining e'tiboriga noloyiqman deb o'ylamasligi kerak. 6. Uning qalbiga yo'l toping. Uning qiziqishlariga qiziqing, savollar bering va gapirganda diqqat bilan tinglang. 7. Hissiyotlar tilida gapirishni o'rganing. Qizingiz xafa bo'lsa, mantiqiy gaplaringiz hech narsani hal qilolmaydi. 8. Ba'zida shunchaki tinglash eng yaxshi yechim ekanligini qabul qiling. Muammoni hal qiluvchi ongingiz bunga minnatdor bo'ladi. Qizingiz ham xuddi shunday. Muvaffaqiyat sirlarining vazifasi insonlarni ilhomlantirish va ularning hayotini yaxshilash. Maqsadga yetishimizda biz bilan birga bo'ling.